Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Namangan viloyati Chortoq tumani Baliqko'l mahalla fuqarolar yig'ini yangi Bog'ishloq ko'chasiga Behzor oldiga juda ham chiroyli stanovlarni olib kelib akalarimiz ish boshlashibdi. Kimga ana shunaqa xizmatga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Arzon narxlarda, undan tashqari sifatli mahsulotlar ishlab chiqarish vakiliga videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, to'liq ma'lumot berganmiz. Hammadan Alloh rozi bo'lsin. Qurilish qilayotganlarga zo'r yangilik, xudo xolasa, befarq bo'lmay telefon qilsanglar, kelishilgan narxlarda qilishadi. Sog' bo'linglar. Penoplasdan xudo xolasa gapga komment qilib, uyi dizaynini o'ta go'zal qilishayotgan ekan ustalarimiz. Hozir ish jarayonidan sizlarga video lavha qilib tayyorlab beramiz. Penoplasning qalinligini ham ko'ryapsiz, juda ham qalin. Bu degani uyingizdagi issiqni tashqariga chiqarib olmaydi. Yozgi kunida uyingizni muzdek ushlab beradi. Xudo xolasa mana ko'rishingiz mumkin, juda ham qalinligi ham zo'r. Qishda issiq, yozda muzdek. Mana shunday qilib tayyorlanlar ekan. Hozir ish jarayonini akalarimizdan ko'rib boramiz. O'zimizni Chortoq tuman Oraliq MFYdagi Ahadjon akamiz mana shunaqa narsalarni tashkillabdilar. Juda ham zo'r ish boshlabdilar. Ko'z tegmasin. Mana bu mahsulotlar hammasi Yevropadan kelar ekan. Qolaversa, mana ko'rib turibsiz, qumi ham ajoyib, boshqacha, noan'anaviy rangda, bir haligi boshqacha rang ekan. Juda ham haligi mustahkamligi zo'r bo'lar ekan. Men bir ko'rganda shakar ham dedim, shakar go'shqar ekan. Hozir sizlarga tayyor mahsulotni ham bu akamiz ish boshlagunlarigacha olib ko'rsatib beramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, endi ustalasiz ham uyingizni o'zingiz chiroyli qilib dizayn qilib olishingiz mumkin. Sababi g'ishni urib turib ustan penoplas qotirsangiz bo'laveradi. Juda ham zo'r narsa ekan. Mana mo'yshi bo'lar ekan. Albatta haligi chang bo'lib ketgan paytda yoki kirib ketgan paytda suvni sep yuvarar ekansiz. Holatlari juda ham a'lo. Zakazga qarab har xil turda qilib chiqarib berishadi. Xohlagan rangingizda qilib berishar ekan. Uyingizga so'kilga deysizmi, barcha ishlatsangiz bo'laveradigan qilib, juda ham chiroyli qilib ishlab berishar ekan. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kimga qancha kvadrat kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Hozir yopishtirilgan joydan ham sizlarga bir obzor qilib o'tamiz. Nihoyatda o'zimizga ham yoqdi. O'zimizga yoqqanligi uchun sizlarga ham ilinamiz. Xudo xolasa vazminligi ham juda ham vazmin. Narxi arzon narxlarda. Sog' bo'ling. Ko'rib oddiy losvoqqa yopishtirishgan. Mana aytsangiz ham boshqa qilsangiz ham umuman tushmaydi. Maqam ishlarga mana 3 tomondan, past tomondan maqam qo'ysangiz, uni ustidan o'zini kelesi bor ekan, kelesini ustidan qo'ysangiz bo'ladi ekan. Albatta juda ham mo'shni narsa ekan. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Haligi uyingizni dizaynini ham nihoyatda go'zal qilib beradi. Undan tashqari issiqlikni ushlab beradi, sovuqlikni kirgizib olmaydi. Qalinligi ham juda ham qalin qiladi. O'zingiz ham usta sharpash, o'zingiz ham buni qotirib olaverasiz. Eng zo'rligi 3 sm qalinlikda bo'lar ekan. Tavsiya qilamiz barchalarga. Bu qum bo'ladi, tarkibida. Breklodan qum bo'ladi. Yaxshi. Hozir buni ustidan yana ozg'ish shaklini beramiz-da endi. Shaklini beraman. Hozir bunda qum tarkibida qum bor, mana shu tarkibida. Kelay. Hozir buni ham 5-6 xilimiz bor-da mana. Ha, 5 xil 6 xil mahsulotni bitta qilib turib sepdingiz hozir mana shunga. Hurmatli kuzatuvchilar, barcha jarayon tarozdan o'tar ekan. Hammasi o'sha haligi standartniy bo'lib, xudo xolasa qilamayotgan ekan, mana qarang. Seriallar bir-biriga aralashtirilyapti hozir mana. Ha, ximikat emas, tosh maydalangan qumi. Lekin ajoyib ekan, bu shakar go'shqargan. Bu faqat o'sha Qashqadaryodan kelingan bu narsa. Demak, Qashqadaryo toshlar mana shunaqa oppoq bo'lar ekanda, yo maydalab tashganda o'mib ketar ekanda mana. Ko'rishingiz mumkin, barcha jarayonlar nimadan o'tyapti? Tarozdan o'tyapti. Hozir birinchi qumni qo'shib bo'lib, endi ikkinchi qumdan qo'shyaptilar. Bu degani har xil aralashmadan haligi toshlardan, qumlardan aralashtirib, nihoyatda uyingizni mahsulotingiz tayyor bo'ladigan bo'lsa, 100 kvadrat joyi bir kunda urib ketaverar ekansiz-da bunda. Zo'r narsa ekan. Ustalarimizga ham tavsiya qilamiz. Mana shu joydan olishinglarni sababi juda ham birinchi qo'lligi sababli arzon. Mana ko'rishingiz mumkin, bemalol hamma aralashmalardan qo'shib tayyorlanyapti bu yerda. Kimga mana shunaqa peripelixlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa arzon narxlarda. Mumkin tayyor mahsulotimiz chiqdi inshaalloh. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa kelishilgan narxlarda qilib berishadi. Uyingizni dizaynini nihoyatda go'zal qilib tayyorlab berishadi. Qizil, oq, qora har xil rangidan bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqib tayyorlatishingiz mumkin. Qalinligini ham ko'ryapsiz, juda ham qalin qilib tayyorlab berishadi. Xudo xolasa yomg'ir yog'adimi, boshqa bo'ladimi? Eng qizig'i bu sho'r tortmaydi dedingiz, aka. Sho'r tortmaydi. Bundan tashqari, alga nima deydi? Yana bir bor tushuntirib o'tamiz. Mana loysuvoq qilingan bo'lsa ham yoki bo'lmasa g'ishni o'zini urib qo'ygan bo'lsa ham, mana shuni qotirsa bo'laveradi devorga. Juda ham zo'r narsa. Xudo xolasa barcha tavsiya qilamiz. Manzilga keladigan bo'lsak,
Namangan viloyati Chortoq tumani Baliqko'l mafiya qolaversa, mana bu yangi boqishlarning tepasidagi Behuzorda tayyorlashyapti. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, lokatsiyasini so'rasangiz, lokatsiyasini ham tashlab beramiz. Undan tashqari pastda telefon raqam qoldiramiz, aloqa qilsangiz kelishilgan narxlarda qilib berishadi. Xudo xolasa, ko'proq olsani, dastavkasi ham bor, barcha viloyat bo'yicha qolaversa, shu O'zbekiston bo'yicha yetkazib berishaveradi akalarimiz. Aka, ishlaringizga omad. Xudo xolasa, bundan ham ishlaringni olg'a bosaversin, sog' bo'ling.